sizlardan hozir bo'lganlar hozir bo'lmaganlarga yetkazsin. Bu ham vazifa. Shu hammalarga vazifa. Hozir bo'lgan hozir bo'lmaganga yetkazsin. Rasul akram alayhissalatu vassalom bu gapni doim aytardilar. Hozir bo'lgan, eshitgan, bilgan eshitib ketavermasin. Bitta odamga bo'lsa ham yetkazsin. Oilasiga bo'lsa ham yetkazsin. Jiyaniga bo'lsa ham yetkazsin shuni. Biz nimaga yetkazmaymiz bilasizlarmi? Eshitamiz, eshitishga kun qilishimiz qiyin. Eshitsak yetkazishga kun qilishimiz qiyin. Nega? Shuni eng sirli nuqtasini bilasizlarmi? Chunki bizda ummatning tashvishi yo'q. Dinning tashvishi yo'q. Eshikdan chiqasiz, ketdi tashvish. Bugun kechagi haligi ish nima bo'ldi ekan? Bozor nima bo'ldi ekan? Savdo nima bo'ldi ekan? Va hokazo. Shaxsiy ishimizni o'ylaymiz xolos. Agar siz musulmon ummatning, xalqning tashvishini ozgina his qilsangiz, keyin siz chiqqanda birovga uni aytasiz, uni keyin aytasiz. Bo'lmasa ayta olmaysiz. Yeysiz ketaverasiz. Eshitasiz ketaverasiz. Tashvish siz gapirtiradi. O'y sizni harakatlantiradi. Harakatingiz yo'qmi? Demak, u tagi fikri, ildizi ham yo'q uni. Tashvish bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Uning uchun dardni his qilish kerak. Siz bir joy sanchsa, keyin doktorga borasiz, keyin doriga murojaat qilasiz. Yuraverasiz bo'lmasa. Ovqatni yeb, oshni urib yuraverasiz. Keyin bir joyingiz og'risa, keyin doktorga borasiz, nima bo'ldi ekan? Internetni titasiz, qora og'risa nima bo'ladi? Keyin tashvish qilasiz. Tashvish qachon his qilasiz? Dardni his qilganda keyin tashvish qilasiz. Xalqning, yurtning, musulmonning, ummatning dardini his qilsangiz, keyin sizda tashvish paydo bo'ladi. Keyin harakat undan keyin bo'ladi. Harakatingiz yo'qmi? Tashvishingiz yo'q. Tashvishingiz yo'qmi? Sizda dardni his qilish yo'q.